Hammayoq 4 ta, ya'ni общий hisoblaganda 53 nafar, 51 nafar yo'lovchini o'z bag'riga oladi. Avtobusimizda monitор bor, ikkita, oldida hamda o'rtada. Ko'ngilochar dasturlar qo'yib ketiladi. Yo'lovchilarning qulayligiga keladigan bo'lsak, zaryadniy устройство har bir yo'lovchining oyog'ining ostida bor, konditsionerlarimiz ishlaydi hamda har bir yo'lovchining tepasida yoritgichlar bor. Agar o'zingizlar bilan birga kitoblar mutolaa qilib ketaversangiz, bemalol olib kelishlar mumkin. Keyin avtobusimizda bizda shunday zo'r qoida bor. Agarda siz ayolingiz yoki farzandingiz bilan keladigan bo'lsangiz, oldi qatorlardan sizlarga mestalar beriladi. Shu yerlardan ayollarning mestalari boshlanadi. Nega? Imенно perveriyat. Agarda perveriyatga sigaret cheksa, qarshilik yo'q bo'lgan ayollarga oldi qatorlarga o'tkazib beramiz. Sigaret chunki vodiylarimiz chekishi mumkin yo'llarda. Bu qolgan mestalarga esa ayollarni birinchidan asta-sekinlik o'tkazamiz. Moskva shahridan qo'shimcha yana Rossiyaning Krasnodar shahriga seshanba hamda juma kunlari reyslarimiz amalga oshiriladi. Novosibirsk shahriga sananing juft kunlari, ya'ni 8, 10, 12, 14, 16 kunlari reyslarimiz bor. Hozirda Krasnodar hamda Novosibirsk shahriga aksiya narxlari ketyapti. Ramazon oyi munosabati bilan kimdan kim Krasnodar shahriga ketmoqchi bo'lsa 785 ming so'mdan. Agarda Novosibirsk shahriga ketmoqchi bo'lsangiz 650 ming so'mdan ekrandagi nomerga aytib turib, bizga shunaqa ma'lumot aytilganda desanglar bo'ldi. Bez vopros, hech qanaqa savollarsiz 650 ming so'mdan Novosibirskgacha, 785 ming so'mdan Krasnodar shahrigacha sizlarga yetkazib olib borib qo'yamiz. Agarda pul o'tkazish yo'llari bilan desanglar, albatta Rossiya Federatsiyasiga e'tibor kungacha pullar o'tkazib beradigan bo'lsalar, Rossiya Federatsiyasigacha sizlarga yetkazib olib borib qo'yishingiz mumkin pul o'tkazish yo'li bilan. Ketmoqchi bo'lganlar ishonchli nomerlarga murojaat qiling. Rossiya hamda O'zbekiston nomerlarida yozib qoldiramiz. WhatsApp, Telegram, imo hammaligi bor. Qo'shimcha savollarni barchalaringni WhatsApp, Telegram orqali bemalol berishingiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling. Qaddingiz va qadringiz doim baland.